Said keladi, albatta keladi. Uni xatlarini bu uydagilar hammasi mendan bekitishyapti. Hop! Doktor bilan gaplashdi. Ruxsat bermayapti. Nimaga ruxsat bermasa ekan? O'sha payt gaplaringiz og'ir botdi menga. Balki men xohlagandirman orqamdan borishingizni. Bu ishda Ibrohimning qo'li borga o'xshayapti. Unga cheklov o'rnatishdi, chet elga chiqishdi. Bo'lishi mumkin emas, xo'jayin. O'sha pichoqlagan bola sening mashinangga o'tirgan. Tavba. Inkor qilasanmi? Xo'jayin, mendaqa mashinalar ko'p. Yo'lda u bu narsa bo'lib qolsa-chi? Nima bo'ladi? Bo'ldi, oyi yaram bityapti. Ipini oladi, bo'ldi. Qora kostyumni tayyorlab qo'ying. Sevimli ko'rsatuv va seriallaringizning to'liq qismlari bizning Sevimli YouTube kanalimizda birinchilardan bo'lib tomosha qilishingiz mumkin. Buning uchun sahifamizga a'zo bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Kiring. Bo'ldi, qo'yaver. Bo'ldi, qo'yaver. Said aka, bekor kelibsiz. O'zim borardim uyga. Odam kelishi kerak. Nima gaplar? Hech gap yo'q. Mazza qilib o'tiribsizlarmi siz? Sulaymonlar o'lib devli quturdimi? Nega unaqa deysiz? Xohlasangiz uyga borib ham ishlayverardik. Menga qara, nima ishib ketding sen? Bilmasam. Assalomu alaykum Said aka. Va alaykum assalom. Sen nimaga kirding? Eshikni taqillatmasdan. Xo'jayinning xonasiga shunaqa kiradimi? Bor chiq. Yo'q, nima gap? Anaqa Said aka, sizda gapim bor edi. Xo'sh, Kompyuteringizga yangi programma o'tkazib qo'ygan edim. Agar kimdir sizdan mendan boshqa u kim kiradigan bo'lsa, sizga telefoningizga signal boradi. telefonimga. Telefoningizga. Demak, faqat har kuni telefonimga Zohida opaning yuzi kelar ekanda. Nega unaqa deysiz? Nuqul, mana shunaqa ko'lab, titib yurasan hamma yo'qni. Bor chiq, bo'ldi. Gaping tugadi-ku, bor chiq. Yo'q, o'tir. Xo'p. Nimadir ichasanmi? Yo'q, rahmat aka. Ich? Kofe ichaman. Ana. Sal achurroq bo'lsin. Hay. Menga ko'k choy. Qara sen shoshmay tur. Uyda gaplashamiz sen bilan. Demak, qara. Assalomu alaykum xola. Rayhon keldingmi? Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Ke o'tir. Nima ko'tarib yuribsan? Qaynanam qatlama qilib berib yubordilar. Ha? Kim o'lgan kuni? Ha, yo'q, hech kimmi? Borolmadim akangizni ko'rgani. Qudachilik. Uyat bo'ladi dedilar. Men xamir yemayman. Diyetadaman. Akangga mumkin emas. Mamta qurilish bo'lyapti. Ustalarga olib chiqib bera qolgan. Savob bo'ladi. O'zi rosa yog'li ekan. Men ham yemayman. Ha, ana. Rayhon, onang bilan gaplashdingmi? Ha, kecha qildilar. Oyim menimcha sezyaptilar-yo. Aka nega telefonni ko'tarmaydi? G'alati tushlar ko'rib yuribman dedilar. Uningiz betayini oyi qilib qolar dedim. Jamshid aka bilan gaplashing. Yonlariga kirsa oyimga qilib qo'ysin. Mayli. Biror nima o'ylab toparmiz. Onang bilmasin, siqiladi qizim. Xo'p. Men tashab chiqay bo'lmasam? Bo'pti.
Kiring. Assalomu alaykum. Ye. Said aka yaxshimisiz? Turmay o'tirib. Yo'q, yo'q. Yaxshimisiz? Yaxshimisan? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi Yaxshimisiz? keldingiz. Qani keling. Uzr Said aka, siz ham bezovta qildik. O'tiring. Ke. Said aka, yaxshimisiz Yaxshi. aka? Ancha tuzalib qoldingizmi? Ha, endi bu ham bor ekanda, igichilikda hamma narsa bo'ladi. Yaxshiman. Yaxshi, ko'rib xursand bo'ldim sizni. Xo'sh, xizmat. Namangandagi bino akamlarga yoquvdi. Toshkentdan ham mehmonxona qilib qo'yilu degandilar. O'shaning uchun o'zingiz oldingizga keldim aka. Xo'p. Musoyatda bitta binoyingiz bor ekan qurilayotgan. Shuni gaplashaylik deb keldim oldingizga. Bizada bor. A blok, B blok, C blokimiz bor. A blokimizda to'laqonli 100% ga sotganmiz. B blokimizdan ham 70-80% sotilgan. C blokimizdan 10 ta dona uy sotuv qilingan edi. Endi nimaga bu blokimiz bo'sh qolgan? Chunki bularni sotib keyin bu yoqqa o'tamiz deganmiz. Bu blokdagi 10 ta xonadon egalari bilan hozir kelishilgan holatda A blokda joy yo'q edi, B blokka ko'chirishga ko'ndirdik. Buni bemalol mehmonxona qilsanglar bo'ladi. Kirishi alohida bu blokka va ikkita liftdan tashqari bitta shaxta tashab ketganmiz. Ishchilar uchun lift qilsanglar bo'ladi. Tushunarli. Va bu A bilan B jiloy bo'ladigan bo'lsa, seni bemalol jiloy, ya'ni mehmonxonaga ham olib ruxsatnoma olsanglar bo'ladi. Bo'ldi, hammasi tushunarli. Bo'lmasa Mana aka, ko'ring. Shu joylarni aytayotdingiz, shu qilsa bo'ladi. Bo'ladi. Voy kelinglar. Kiringlar. Qani xush kelibsizlar, Keling, chiqing. Mana. Ha, keling mana. Rahmat. Ha, o'tiringlar. Hop. Ha, mayli. Men bu yoqqa o'ta qolay. Ha, hozir. Ha, qani yaxshi keldinglarmi? Qani, Qani ilohi amin. Ayting mehmon. Hamisha xonadonimizda to'ylar bo'lsin, yaxshi kunlarda yuringlar. Ilohim aytganingiz Amin, kelsin. Allohu Amin. Allohu akbar. Xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling. Yaxshi yuribsizlarmi? Biz sovchilikka keldik, opa. Qizingiz bor ekanlar. Voy, menimi? Ha? Meni qizim yo'q. Bitta o'g'lim bor. Yo'q-e? Voy. Shu manzilni berishdi. Qumri sizni qizingiz emasmi? Ha, qumrimi? Ya, u jiyanim. Ha. Jiyanim. Shu uyda qiz bor ekan deb mana ostonangizni supurgani keldik. Bular opam bo'ladilar. Meni o'g'lim bo'ladi. Ha. O'g'lim shu qizni yoqtirib qopti. Oyi boring deb qo'ymadi. Keldim. 3 yildan beri qiz qidirib, kalishimiz yirtildi. Charchadik sovchilikka yuraverib. Shunaqa deng. O'g'lim o'qigan. Biznesmen. O'zini kichkina korxonalari bor. Yo'q-e. Menga zavod dedi-yu. Endi zavod bo'ladi-da o'sha korxona degani. Ha, Ruschasiga zavod-de, o'zbekchasiga korxona-de. Ha. Qumri uydalarmi o'zi? Yo'q. O'qishda hozir. O'qiydi u. Ha? Doktorlikka. Yaxshi. Ha. Topar tutari tuzum ish qilib. Ha, tutarmon, qo'lida pul o'ynaydi. Pulga uramiz. Pulga uradi. Ha. Demak, oilasini boqoladi, shunaqami? Ha, albatta. Qumri o'zi meni jiyanim bo'ladi. Onamni opalarni nevarasi bo'ladi. Juda ham yaqin ekan bular. Jiyanimda jiyanim. Bizda qarindoshchilik shunaqa. Bir-birimiz bilan haligi uzilmagan hali oramiz. Keyin Qumri o'qishga kirgan. U o'qiydi hozir doktorlikka.
Voy, esim qursin. Hozir men sizlarga choy qo'yib yuboray, xo'pmi? Voy, ovora bo'lmay. Voy, qarichilik. Hali qizlar yo'liga. Hozir shoshmay turinglar. Hozir choy olib kelaman. Uyi Opa, juda ham chiroyli ekan. yaxshi joy, zo'r joyga o'xshayapti. Xonadonlarni chiroyligi yaxshi. Alo. Alo, Assalomu alaykum. va alaykum assalom. Sayjon yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bezovta qilmadimmi? Yo, eshitaman, labbey. Shahardamisiz? Yo, shahar tashqarisiga chiqib ketuvdim. Ha, tang. Biz shaharga sizni yoningizga kelayotgan edik. Tinchlikmi? Maslahatli ish bor edi. Ibrohim ishi bo'yicha. Uzr, men u ishga aralasha olmayman. Ha, Nima bo'lishidan qat'iy nazar, Ibrohim aka jinoyat qilganlar. Javob berish kerak inson qilgan ishi uchun. shuni bir ko'rishib, gaplashib olsak. Men 2 kunsiz qaytmayman. Ha, mayli. Yaxshi. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Ishini hal qilarmish. Qari tulki. Sevimli ko'rsatuv va seriallaringizning to'liq qismlari bizning Sevimli YouTube kanalimizda birinchilardan bo'lib tomosha qilishingiz mumkin. Buning uchun sahifamizga a'zo bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Hali menga ishlaring tushadi. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allohim, bir yerda yotgan ota-onamni, qaynonamni, barcha qarindoshlarimni oxiratlarini obod qilgin. Joylarini jannatda qilgin, ruhlarini shod qilgin, Parvardigor. Shu qabristonda yotgan barcha Qur'on talab, duo talablarni ruh poklarga bag'ishladim. Xayrlashgani keldim. Hamma bilan xayrlashgani keldim. Allohim. Qaytib kelamanmi yo'qmi? Bu dunyoda bandaligimni bilib bilmay qilgan gunohlarni mag'firat qilgin Allohim. Rabbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar rohimin. Oyi, sizga bergan va'dam ustidan chiqdim. Fotimani tashlab ketmadim. Asradim. Bu dunyoda yashashimni mazmuni bo'lgan qismdan ayrildim. Yolg'iz qoldim, oyi. Fotimani tashlamadim, oyi. Bugun yana o'zga yurtga ketyapman. Qaytib kelamanmi, yo'qmi? Bilmayman. Ruhlaringiz tinch bo'lsin, oyi. Fotimani tashlamayman. Fotimadan boshqa hech kimim yo'q. Ota-onamning duosini oldim, sizning duoingizni oldim. Lekin o'z yurtimda qolish nasib etmas ekan menimcha. Ha, oyi. Sizga bergan va'dam uchun yana Fotima bilan ketyapman o'zga yurtga. Bu dunyoda ko'rishganimizda yuzim yorug' bo'lsin deyman, oyi.
Ota-onalarim, jigarlarim yotgan qabriston. Jami o'tganlarimiz rahmat qilgin Parvardigor. Oxiratlarni obod qilgin Allohim. Joylarini jannatdan bergin Parvardigorim. Voy. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zi yaxshimisiz? Yaxshi. Ota-onam bilan, qaynonam bilan xayrlashgani kelganman. Nega? Ketyapsizlarmi? Davud Usmonli hamma ishini orqaga qaytardi. Butunlay qaytamiz Istanbulga dedi. Ketyapmiz. Elam. Ammamni oldilariga 5-6 yil bo'libdi kelmaganimga. Shu yerda yashab turib kelolmadim. Siz esa haqiqiy qizlari bo'libsiz. Ha. Qaniydi qolsam? Qachon ketyapsizlar? Ertaga peshinda uchadi samolyotimiz. Yana ko'rish nasib qiladimi, yo'qmi? O'zingiz ehtiyot qiling. Taqdirimiz shu ekan. Ilojimiz yo'q. Sog' bo'ling. Opa. Mendan rozi bo'ling. Siz ham rozi bo'ling. Sog' bo'ling. U rostdan ham o'g'li bo'lsa, unga onasining tirikligini aytishim kerak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Labbay eshitaman. Menga Said kerak edi. Kechirasiz, uzr. Xo'jayin Toshkentga ketgandilar. Telefon raqamini bera olasizmi? Yo'q, uzr. Bera olmayman. Qonun qoidamiz shunaqa. Men o'zim ko'p telefonda gaplashganman, lekin esimda qolmabdi-da. Telefonimga saqlab qo'ymagan ekanman. Beruvering, tanishlariman, yaqin tanishlari. Yo'q, xola, bera olmayman, uzr. Bizga xo'jayinning raqamini berish begonalarga mumkin emas. To'g'ri tushuning. Toshkentdagi ofislarga telefon qiling. Ha, o'sha ofisi raqamini bering hech bo'lmasa. Bo'ldi, men sizga hozir SMS qilib yuboraman. Ha, yaxshi. Nega uni telefonini o'chirib tashladim? Yaxshisi Toshkentga o'zim borsammikin? Ha, Fatima? Ha, Fatima? Ketaylik. Ketyapmiz-ku, Fatimajon. Davudni oldiga bormaylik. Menga
Fotimajon, uyimizga ketyapmiz. Istanbulga. Aytdim-ku. Ha? Mashinani to'xtating, men ketmayman. Men armiyaga borib o'g'limni ko'rishim kerak. Ketmayman. To'xtatinglar mashinani. Fotimajon, voy, To'xtatinglar. Fatima, Said Istanbulda. Ha, o'g'lingiz sizni kutyapti. Istanbulga borganda gaplashasiz, xo'p? Said Istanbulga ketdimi? Yamur? Labi oyi. Yangam aldayaptilar, ha? Yo'q, aldamayaptilar oyi. Akam Istanbuldalar. Telefon qil bo'lmasam. Xo'p oyi. Bo'ldi. Telefon qilinglar, ishonmayman. Fotimajon, ey Xudoyim. Sizlar meni aldayapsizlar yana. Ukajon, siz e'tibor bermang, ha? Xo'p. Meni aldayapsizlar yana. Saidim qolib ketyapti. Alo. Alo, Yomur. Labi dada. Kelyapsizlarmi? Ha, Toshkentga kelib qoldik. Haydovchiga ayt. Sekinroq haydasin. Xo'p, aytaman. Xo'p, yaxshi yetib kelinglar. Dadaymi? Dadaymi? Nima deyapti? Kelib qoldinglarmi deb so'radilar. Keldik. Toshkentga kirib kelyapmiz. Dovudni oldiga kelyapmizmi? Istanbulga ketamiz. Fotimajon, ilojimiz yo'q. Said qolib ketyapti-da. Said u yoqda. Ey Xudoyim, ey. Saidim. O'g'lim. Taqdirdan qochib qutulib bo'lmas ekan. Aldamayapsizlarmi? Said o'sha yerdami? Istanbulda. O'zbekistondagi nasibamiz shu joyda tugadi shekilli. Endi Istanbulga ketamiz. Ey Xudoyim, ey. Ozgina kutib turing, hozir chiqamiz. Ana keldik. Chimandalarning hammasi shu yerdami? Yağmur? Ha, shu yerda. Tushamiz, ha? Fatima? Ne keyin bo'lding? Oy, uyda o'tira olmas ekanman. Yuragim siqilib ketdi. Menga emas ekan. Sen menga nima deding? Nima dedim? Ko'cha sovuq, izg'irin bo'lib yotibdi. Gazi olsa nima bo'ladi yaring? Ne gazi oladi, oyi, yaxshi-ku. Nima men shunda hozir pastga tushaman, mashinaga o'tiraman, mashinadan ishxonamga. Gazi olishga ulgurmaydi. Ko'chada men yurmayman-ku, oyi, uyda bo'g'ilib ketyapman. Menga emas ekan uyda o'tirish. Haligacha yosh bolasan-a. Alo? Saidjon? Ya, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Bezovta qilmadimmi? Yo. Tuzuk bo'lib qoldingizmi? Ha, yaxshiman. O'zingiz tuzukmisiz, yaxshimisiz? Kasalxonaga sizni ko'rgani bordim, kirgizishmadi. Keyin uydagi muammolar bilan ovora bo'lib bora olmadim. Keyin siz ketib qoldingiz. Endi bizni Davud Usmonli Istanbulga olib ketyapti. Shunga siz bilan xayrlashib ketay degandim. Uydamisiz? Ha, men uydaman. Siz qayerdasiz, aya? Hozir Toshkentga kirib kelyapmiz. Mehmonxonaga boramiz. Qo'liqdagi Danier mehmonxonasiga. Bo'lmasa, aya, men
Yarim soatda men ham boraman, o'sha yerda xayrlashib olamiz. Siz kelasizmi? Ovora qilib qo'ymaymanmi? Yo'q. O'zi ko'chaga chiqib ishlarim bor edi. Kirib siz bilan xayrlashib ketaman. Mayli, xo'p. Sog' bo'ling, aya, xo'p. Sog' bo'ling. Ayam. Turkiyaga qaytishayotgan ekan, shunga Voy, xayrlashib olaylik deb aytibdilar. shu ayolga e'tiqosing bo'lmaydimi, men sizni Saidizman deb. Bolasini yo'qotib ancha siqilib qolgan. Yotganingda kelib ancha dardini aytdi. Etmen desang etmaydi o'sha Usmonli yenga. Sanligini eshitib xursand bo'ladi. Seni juda ham yaxshi ko'radi. Yo'q, mama. Hamma narsani o'zi vaqt soati bor. Bo'pti, oy, men ketdim. Yaxshi o'tiring. Bolam o'zingni ehtiyot qilgin, xo'pmi? Yo'q. Bo'pti. Sevimli ko'rsatuv va seriallaringizning to'liq qismlari bizning Sevimli YouTube kanalimizda birinchilardan bo'lib tomosha qilishingiz mumkin. Buning uchun sahifamizga a'zo bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Kiyimim olib kel. Xola, taksi keldi. Ha, bo'ldi, ketamiz. Yo'lga chiqamiz, kel. Voy, oyi. Qayerga ketyapsiz? Ha, qayoqqa bo'lardi? Qishloqqa ketyapmiz. Bir uyga borib kelaylik. Qumriga sovchi keldi. Sovchilarni bir qishloqqa boramiz. U yoqda yaxshilab kutib olaylik-da. Haligi. Ha, bu Fotihasini yaxshilab hal qilib olsak, keyin to'yni harakatini qilamiz. Xo'p? Qumri, Ho, aka. yerga tegarkansan-da. Tegadi. Qo'rqma. Qutulasiz mendan. Ha. Sen shu yerda ishingdan qolmagan. Xo'pmi? Xo'p, oyi. Er-xotin urushmasdan jim o'tiringlar. Xo'p. Kelaman o'zim. Xo'p. Ehtiyot bo'lib o'tiringlar. Yur. Oldimga tush. Assalomu alaykum. Jamshid. Sizlar opa, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Tuzumsiz? Sog'laringiz yaxshimi? Qo'lga nima qildi? Ha, shu bekitgani joy topolmay shu yerga bekitdim boyligimni hammasini. Bu sizga Klar opa. Menga? Ha. Voy, rahmat. Ishxonaga borsam yo'q ekansiz. Bugun charchab, ozgina uyda dam olay dedim. Menga Saiddan boshqa hech kim anchadan beri gul sovg'a qilmaydi. Rahmat, kiring uyga. Xo'p. Keling. Kelyapman. O'z yaxshimisiz? O'tiring. Rahmat. Men choyga qarichi. Klar opa, o'tiring. Siz o'tiring. Voy. Yo'q, Choy-ku. ketaman. O'tiring. Choy ichmagan joyim emas u. Tez ketaman. Xo'sh. Tinchlikmi? Tinchlik. Rashti ishi nima bo'lyapti? Rashni ishi og'ir. Srogini kamaytirishga harakat qilyapmiz. Men Klar opa rasht bo'yicha kelmagandim. Men boshqa masalada keldim. Xo'p, eshitaman. O'zi bilasiz. Hayotim nima bo'lganini, xotinim ketib qolganini, hammasidan xabaringiz bor. Shunga oyim oldingizga kelmoqchi edilar. Oldimga? Nimaga? Suvchilikka. Hoy. Kimga? Komilaga. Ha, Komilaga? Voy. Men Said bilan uchrashgandim. Singlimni xarakteri og'ir, ko'tara olmaysiz deganda. Va'da beraman, ko'taraman deb aytdim. Komila yoshligidan yoqardi. O'sha paytda men uylanganimda Komila juda kichkina qiz edi. 14 yosh edi.
Uyalganman so'rashga, yosh deb. Jamshid, men sizga jon deb beraman. Sizga bermasam kimga beraman? Rahmat Klara opa. Sizdek kuyov o'g'lim bo'lsa jon deyman. Oyizni yuborvering. Komilachi. Komila bilan gaplashaman. Ko'ndiraman. Rahmat. Rahmat, xo'p unda. Alo? Hayya, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Keldingizmi? Ha, men keldim. Pastda qo'ldaman. Hozir chiqaman. Xo'p. Hozir. Said keldimi? Fatima, doktor keldi. Ukol qiladigan. Ha. Sizlar o'tirib turinglar, men hozir kelaman. Xo'p? Xo'p. Oyi, oling, yaxshi ko'rasiz-ku. Yeyman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hayya, yaxshimisiz? Voy Saidjon, Tuzumsiz? yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi, keling. Keling. Yaxshimisiz, ayya? Rahmat. Bugun Istanbulga uchamiz. Xabarim bor. Sizni xayrlash uchun chaqirgandim. O'zi uyingizga borib, oyiz bilan xayrlashib ketmoqchi edim. Lekin bu yog'i shoshilinch bo'lib qoldi. Vaqtingiz ulgurmasdim. Shuning uchun sizni chaqirdim. Yana ko'rishamizmi, yo'qmi? Xudo biladi. Unaqa demang, nimaga unaqa deysiz? Issiq jon bilib bo'lmaydi. Meni dadangni oldiga olib chiq. Kofe ichmaysizmi? Yo'q. Yuring. Chiqib kelamiz. Sekin turing. Yur. O'zim olaman. Kecha Dovud Usmonli qo'ng'iroq qilgan edi. Shunga shahardan tashqaridaman deb bordim, aya. To'g'risi, ko'rishkim kelmadi. Nima masalada ko'rishmoqchisiz desam, Ibrohimning ishi bo'yicha deb aytdi. Arizangizni qaytarib oling. Bu yoqda qolib ketmasin Ibrohim dedi. Sal band edim. Keyin qo'ng'iroqlashamiz deb telefonni o'chirib qo'ydim. Agar Ibrohim akani qutqarish kerak bo'lsa, siz aytsangiz, aya, men hamma narsaga tayyorman. Arizamni qaytarib olganim bilan bizada albatta qonun qoida bor. Suiqasd uyushtirmoqchi bo'lganlar, uyushtirganlar, odam yollaganlar. Harakat qilaman ishlarini yengillashtirishga. Shunga birov yoningizdan o'tay, nima deysiz deb so'rab keldim. Shart emas. Har kim qilgan ishiga yarasha jazosini olsin.
Dada. Uxlayaptilarmi? Oyi, uxlayaptilar dadam. Uxlayaptilar. Yuring, keyin chiqamiz, xo'p? Keyin chiqamizmi? Keyin chiqamiz. Bo'pti. Yuring. Yura qoling. Uzr. Siz ketib nima qilasiz? Qolsangiz bo'lardi. Uyingiz bor, boshpanangiz bor, vataningiz bor. O'g'lingiz yoningizda, mana menman. Ketishimni sabablari bor. Birinchi sababi Zulayxonni qabri o'sha yerda qoldi. Ikkinchi sababi qayinsinimni. Uzr, aya, shundoq javob bering. Mayli. Kechirasiz. Halo, tinchlikmi? O't ketdimi? Said aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Gapir. Sizni Jamila aya so'rab keldilar. Telefon qilib beringlar dedilar. Juda ham zarur gaplari bor ekan sizga. Mana beryapman. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz bolam? Yaxshi, rahmat. O'zingiz tuzukmisiz? Rahmat. Sizga bir gapni aytmoqchi edim. Davud Usmonli Istanbulga ketyapti. Ha, xabarim bor, bilaman. Xabaringiz bor, to'g'ri. Lekin meni kechiring. Davud Usmonlining qasosini olish uchun bir sirni sizdan yashirgandim. Nima ekan? Qanaqa sir? Tinchlikmi? Qanday aytsam ekan? Gapiravering, eshityapman. Hozir. Said, siz onangiz tirik. Atirlarni qarang, zo'r. Nega bu yerga chiqdingiz, Yomur qani? Yana yo'qolib qolasiz-a? Men Davud Usmonlidan qasos olish uchun sizga uni tirikligini aytmagan edim. Tezroq aeroportga boring. Fatima tirik. Nimalar deyapsiz? Yomur, nima yana yo'qolib qolsa nima bo'ladi? Bilaman, ishonmayapsiz. Lekin u tirik. Aya, meni onamni o'lganini, tiriklayin ko'mishganini o'z ko'zim bilan ko'rganman. Said, Davud Usmonlining uyiga borganda Fatimani ko'rganmisiz? U sizni ko'yingizda telba bo'lib qolgan. Onangiz tirik deyapman. Fatima tirik. U ham shu yerda edi. Qayerda shu yerda? Siz tezroq aeroportga boring. Kech qolmang. Nimaga tushunmaysiz-a? Fatima! Olib beringlar. Bo'ldi endi. Atir olib beringlar menga. Oyi, yuring. Bitta atir olib beringlar. Xonaga. Olib berasan-a? A? Olib berasan. Said aka, assalomu alaykum. Qachon keldingiz? Said dedingmi? Ha. Said? Meni o'g'lim Saidmi? A? Yomur, xonaga olib chiq. Yo'q. Voy, Said, Fatima. O'g'lim kelibdi. Voy, kechirasiz. Said. Meni o'g'lim Saidmi? Yo'q, Fatima. Bular boshqa Said. Saidjon, sizga nima bo'ldi? Voy, suv olib kel. Mana suv. Mana suv, suv. Said? Said? Nimaga qaltirayapsiz? Doktor chaqiraylik. Voy. Said? Voy, o'lay. Oyi. Men Saidman. Oyi? Oyimsiz. Oyi dedingmi? Meni Saidim qaytib keldi. Oyi.
Oyi. Keldingmi? Oyi. Said bolam. Saidjon. Bolam. Qaytib keldingmi jonim bolam? Said, sen topildingmi bolam? Topildingmi? Seni qanchalar kutdim bolajonim. Fotima. Sevimli ko'rsatuv va seriallaringizning to'liq qismlari bizning Sevimli YouTube kanalimizda birinchilardan bo'lib tomosha qilishingiz mumkin. Buning uchun sahifamizga a'zo bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Onajon. Said, men Saidman. Men uchun yashashingni bilardim bolajonim. Ay, nima bo'lyapti? Fotima, Said, nima bo'lyapti bolam? Said. Saidjon? Nima bo'ldi sizga, Saidjon? Nima bo'ldi sizga? Aya. Aya, meni kechiring. Voy bolajonim, Meni kechiring, iltimos. nima bo'ldi? Nima dori qidiryapsizmi? Hozir. Mana. Aya. Omonatingiz. Aya. Said, Esizdami? Oyim bilan meni qochirib yuborganingizda o'zingiz bergan edingiz. Fotima. Bu o'sha. Bu buvimdan qolgan yodgorlik, omonatingiz. Bu o'sha. Said. Senmisan? Men Saidman. Men o'sha Saidman. Said. Said. Meni bolam tirik. Bolajonim tirik ekan. Saidim. Seni nechun kutganimni bilasanmi bolam? Fotima. Bolajonim. Bilardim. Said tirikligini bilardim. Men seni kutdim bolam. Ko'zlarim to'rt bo'lib kutdim bolam. Said meni o'g'lim ekanligini bilardim. Ko'nglim sezgan edi. Pochcha. Ketadigan vaqti bo'ldi. Ha. Oynalarni oching, quyoshni ko'ray. Yomg'irda qoldiring, dardlarim yuvay. Uzun yo'l ko'rsating, hech kimsasi yo'q. Bo'ldi bu yog'iga bir o'zim ketay. Sahifani yoping, to'xtasin qalam, ko'z yoshlar qurisin, yaralar